Ko'p qizlarimizni qiladigan xatolarini, ya'ni koketkali ko'ylak bichayotganda qiladigan xatolarni aniqlik kiritib ketamiz. Ya'ni men spetsiyalniy boshqa matoda koketka qilyapmanki, sizlarga aniqroq ko'rinish uchun mana shu joyga asosni qurib olaman. Mana koketka uzunligimiz o'lchovlardan kelib chiqib belgilaysizlar. Endi koketkamizni belgilaymiz. Mana 8 sm qilib. Mana shu kenglikda 15,5 da tekis qilib tushib chizib olamiz. Buni ham tekis qilib chizib olamiz. To'rtburchak qilib 6 sm va ichkariga 2 sm bilan buni birlashtirib qo'yaman. 2 bilan buni birlashtirib qo'yamiz. Ushbu modelimizda oldida ziborkasi bor, ya'ni mana o'sha ziborka uchun 10 sm ajratib qo'yamiz. Mana shu 10 dan keyingiga koketkani joylab olamiz. Bu joyda mana 3 sm mana shu qiyalikda chizib qo'ydim. Buni davom ettiramiz. 19,5 bo'lsa 20,5 qilib chizib qo'yamiz. Ya'ni mana pro'zma uzunligi 24. Bu ko'krak oynasini choklarini hisobga olib, mana 27. Yelkani qiyaligini tepadan 6 sm tushib oldim. Oldi kengligi 19, 20, 21, 22. Oradagi bilan 23. Demak, mana 23 ta qo'ydim. Pro'man chizib olyapman. Oldi kengligiga moslab, yelkaga qarab chizib qo'ydim. Olganimdan keyingi holati mana shu holatda kesib olamiz. Ko'p qizlarimiz koketkani qo'yadi-da, tepa qismini ham mana bu holatda tekis qilib chizib oladi. Qop qismini. Bu xato qizlar. Asosan diza bo'yicha ishlasalar, asosan diza tepada vitichkamiz bor. Ana shu vitichkani albatta qo'yib ketishimiz shart. Shunda ko'ylagimiz ko'krak qismlari juda ham chiroyli chiqadi.